Bu kunni g'aflatda o'tkazib yubormang. Bugun 25-may. Quyosh botyapti. Bu degani Arafa kuni boshlandi degani. Bu kunda siz qilishingiz kerak bo'lgan eng birinchi amal bu roza. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, Arafa kuni tutilgan roza 1 yil oldingi va 1 yil keyingi gunohlarni kechirib yuboradi degan. 1 yilda qancha gunohlar qilamiz? Alloh hammasini kechirib yuborishligini aytayapti. Undan tashqari bu xabar bilan albatta yaqinlaringlar bilan ulashinglar. Zero agar u kishilar siz sababli ertaga roza tutadigan bo'lsa, u kuni qancha ajr olsa, xuddi shunchasi sizga yoziladi. Chunki siz sababchi bo'lib qoldingiz. Bu kunda foydalanib qolaylik. Hozirdan eslatmalarni boshlaymiz. Undan tashqari, ertaga Arafa kuni o'zida men sizlarga shunaqa bir duolarni o'rgatamanki, bu duolarni payg'ambarlar qilgan. Sizga rizq kerakmi, shifo kerakmi, baxt, farzand kerakmi? Hammasini o'rgatib boraman. Meni kuzatishda davom eting. Alloh ertangi kunimizni xayrli, barokatli qilgan bo'lsin. Hozirdan eslatmani boshladik, birodarlar.